Assalomu alaykum. Aziz ko'kalar, aziz podpisчиклар. Mana akamizni mashinasini olib chiqdik. Xudo xolasa hozir olib ketyapman. Hyundai Palisade 2022-yil Tojikistonga Gorod Ash shahriga ketyapti. Akamiz ismlarini aytib o'tirmayman. Shuning uchun mashina shaharni aytib qo'ydim. Mashina maksimal komplektatsiya kalligrafiya. 2022-yil 5-oy. Aziz do'stlar, 7 mestali, hamma yog'i idealni. Probegi 118 ming. Mashinani oldik, xudo xolasa 20sida port bor, o'shanga chiqarib yuboramiz. Shu oyda oxirida Vladivostokda bo'ladi. Vladivostokdan Tojikistonga furada jo'natib yuboramiz. Mashina своим ходом ketmaydi. Бесключевой доступлар ham